Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi e, ma'ruzamiz mavzusi suv havzalarida toksik moddalarni gigiyenik me'yorlashtirish prinsiplari. Men Bo'layev Zoir Karimov, gigiyenik kafedrasi katta o'qituvchisi. Demak, bugungi mavzuda ko'rib chiqadigan masalalarimiz quyidagicha. Demak, ruxsat etilgan me'yorning xalq xo'jaligidagi ahamiyati, tibbiyot sohasida, ilmiy izlanishlar sohasidagi ahamiyati, ruxsat etilgan me'yorning suvning organizmdagi holatini o'rganishdagi ahamiyati, suvning o'z-o'zini tozalash holatida ta'sirini o'rganishi, suvning sanitariya toksikologik ta'sirida o'rganib, bu safar miqdorini aniqlash va boshqa masalalar ko'rib chiqamiz. Demak, me'yorlashtirish vazifalari. Demak, me'yorlashtirish vazifalariga ularning fizik, kimyoviy holati, sanitariya xarakteristikasi, ularning chidamliligi va o'zini o'zi tozalash mumkinligi kiradi. Demak, suvning umumiy sanitariya xususiyatlarini uning sanitariya holatiga, mineralizatsiya, nitrifikatsiya jarayoniga, bakteriya va fitoplanktonlarning zooplanktonlarga ta'sirini aniqlash. Keyingisi chiqindi suvining organizmga xususiyati ta'sirini o'rganish va suvdagi zararli moddalarning inson salomatligiga ta'sirini o'rganish kiradi. Demak, zaharlilikning klinik ko'rinishlari, alomatlari uning markaziy nerv sistemasiga ta'sirini o'rganiladi. Bulardan tashqari a'zo va sistemalarning patologaanatomik, gistologik, morfologik hamda boshqa o'zgarishlar tekshiriladi. Demak, hayvonlarda o'tkaziladigan tajribalarda kimyoviy moddalarning zararlilik darajasini aniqlashga ko'rilayotgan sex, korxona loyihalarini aholi turar joylarini rejalashtirishning gigiyenik nuqtai nazardan e, talqin qilishga imkon beradi. Ruxsat etilgan konsentratsiya yoki ruxsat etilgan me'yorga nimada aytiladi? Bu kimyoviy moddalarning shunday kichik miqdoriki, uni odam organizmiga butun umr davomida ta'sir etganda ham o'zgarish chaqirmaydi. Suvning organizmik xususiyatini o'zgartirmaydi. Odamlar suv havzalaridan xo'jalik, ichimlik, madaniy, maishiy maqsadlar uchun foydalanish tomonlaridan hech qanday zarar tegmaydi. Organizmdagi o'zgarishlar hozirgi zamon yangi usullari, metodlari bilan aniqlanganda organizm faoliyatlarini fiziologik normalardan tashqari chiqib ketmasligini e, ma'lum bo'lgan. Demak, ruxsat etilgan konsentratsiya aniqlashicha, nazariy jihatdan har bir moddaning odam va hayvon, hattoki o'simliklar organizmlari uchun bo'sag'a miqdori borligi yotadi. Bu bo'sag'a miqdori organizmga kirgach hech qanday alomat chaqiradigan qobiliyatga ega bo'lmaydi. Ammo organizm uchun qaysi miqdor e, bo'la olishi ahamiyatlidir. Keyingi paytlarda shunday fikrlar paydo bo'lmoqdaki, bo'sag'a miqdori to'la ta'sirida qandaydir fiziologik o'zgarishlar ro'yobga chiqishi, lekin tez moslashgan, sog' organga mos keladigan, ammo kompensator fiziologik reaksiyalardan ulardan farq qiladigan holat bo'lishi kerak. Lekin bu borada qo'yilayotgan tajribalar, olinayotgan dalillar, ularning tahlillari ancha murakkab hisoblanadi. Demak, kimyoviy moddalarning ruxsat etilgan konsentratsiyasini ishlab chiqishda ko'p hollarni aniqlashga to'g'ri keladi. Ya'ni suv havzasiga tushgan ingredient qanchalik tezlik bilan o'zgaradi, qanday qilib o'zgaradi va uning oqibatlari, suvdagi moddalarning chidamliligi, bir formadan ikkinchi formaga o'tishi va boshqalardir. Shuning uchun ham suvga tashlangan chiqindi suv ingredientlarining klassifikatsiyasini ishlab chiqishda 1945 yilda Chernenskiy tomonidan tavsiya qilingan sxema asosida olib borilishi lozim. Bu tavsiyanoma ilmiy jamiyatlarda, gigiyena fani jamoatchiligida yuqori baholangan. Bu sxema gigiyena faniga katta yangilik olib kelgan. Bu ilmda yangi yo'nalish ochgan. Keyinchalik tajribalar yangi izlanishlarni sxemani boyitdi va mukammallashtirilgan. Demak, sxema bo'yicha birinchi ish suv havzasiga tushgan moddalarni chidamliligini o'rganish bilan boshlanadi. U moddalar suvga tushganlaridan so'ng qancha vaqt o'tganidan parchalanadi yoki boshqa moddaga aylanadi. Undan tashqari suv tarkibidagi faktorlarni
suv havzalariga tashlagan chiqindilarni xoli bo'lishga ko'rsatgan ta'sirini ahamiyati kattadir. Kimyoviy moddalar ustidan tajriba boshlamasdan ilgari ularni fizik, ximik xossalarini, strukturasini o'rganish, e, ular suvga tushganlaridan so'ng qanday o'zgarishlarga uchrashlarini oldindan bilish mumkin. Demak, moddalarning suvdagi chidamliligini aniqlash, aniq xarakterlaydigan ko'rsatkich bu ularning parchalanish vaqtidir, ya'ni T50. Shu ko'rsatkichlar bo'yicha moddalar quyidagi guruhlarga bo'linadi. Chidamli moddalar, ya'ni T50 chidamligi 2 kundan iborat, chidamliligi o'rtacha bo'lgan T50 birdan 2 kungacha hamda chidamsizi e, 1 kunni tashkil etadi. Agar modda chidamli bo'lsa, tekshirish ikkinchi bosqichdan boshlanadi. Mabodo modda o'rta me'yorni chidamlilikka ega bo'lsa yoki chidamsiz bo'lsa, tajribani keyingi bosqichlardan, etaplardan asosiy parchalanish oqibatida paydo bo'lgan yangi moddalarni ham o'rganish lozim bo'ladi. Demak, har bir kimyoviy modda ustida sxema bo'yicha ilmiy ishlarni olib borishda maqsad suvni zararligini ko'rsatuvchi uchta ko'rsatkichning eng kichik ta'sir qilinmaydigan bo'sag'a konsentratsiyasini topishdir. Ya'ni ta'sir etmaydigan yoki juda kam miqdorda fiziologik o'zgarishlarni chaqiradigan ta'sir qiluvchi konsentratsiyani topishdan iboratdir. Demak, suvning organizmga zararliligi ko'rsatishlari uchun e, bo'sag'a konsentratsiyasi suvning hidiga, mazasiga, rangiga, ko'pik hosil xususiyatlariga, o'rganilayotgan moddalarni ta'sir etib aniqlanadi. Bu tajriba o'z ixtiyori bilan tanlab olingan odamlarda ham olib borilishi mumkin. Olib borgan tekshirishlarning asosiy maqsadi o'rganilayotgan moddaning shunday konsentratsiyasini aniqlash kerakki, bu konsentratsiya bo'sag'a bo'lib, suvning organoleptik ko'rsatkichlarida hech qanday o'zgarishlar chaqirmasin. Bunday suvlardan aholi bemalol o'z maqsadlari uchun foydalanishi mumkin. Keyingi bosqichlarda o'rganiladigan moddani suvni umumiy sanitariya rejim ko'rsatishiga ta'sirini tekshirishdir. Bunda suvdagi tabiiy o'z-o'zini tozalash jarayonini o'rganilayotgan moddaga qanday ta'sir bo'lishi aniqlanadi. Bu ta'sirot ikki xil bo'lishi mumkin. Bunda bioximik jarayonlar, ya'ni o'z-o'zini tozalash jarayonlari sekinlashadi yoki to'xtaydi. Chunki tekshirilayotgan modda o'z-o'zining bakteriyalarga kirish xususiyatiga ega bo'lishidandir. Ikkinchidan, suvdagi oksidlanish rejimini buzilishiga olib kelishi mumkin. Agar ularda tezda oksidlanish xususiyatiga ega bo'lsa, chiqindi suvlari bilan suv havzasiga moddaning ta'siri natijasida suv havzalarida sasish, chirish jarayonlari aylanib o'tadi. Suv sathida pardalar, yupqa qatlamlar paydo bo'ladi. Suv tagidagi cho'kmalar suv ustiga sizib chiqadi hamda suvdagi suv o'simliklari, mog'orlar o'sa boshlaydi. Natijada bunday suv manbasini aholining ehtiyojiga yaroqsiz bo'lib qoladi va uning suvni ichishga yoki sport bilan shug'ullanishga, cho'milishga yoki madaniy maishiy maqsad uchun foydalanish imkoni bo'lmaydi. Keyingi bosqich hayvonning oshqozoniga moddani yuborish bilan boshlanadi. Bir necha guruhda hayvonlarga turli miqdordagi moddalar berilib, eng katta o'lim chaqirmaydigan miqdor bilan hayvonlar zararlantiriladi. Statistik metodlar yordamida moddaning o'rtacha o'ldiradigan miqdori, ya'ni o'sha doza topiladi. Demak, ushbu miqdor ko'rsatkichi har bir moddaning zararligini bilish imkonini beradi. O'tkir zaharlanish vaqtida ba'zi bir funksional, fiziologik va bioximik tekshirishlar uchun hayvonlar qoni siydigidan namunalar olib analiz qilinadi. Olingan dalillar moddaning ta'sir etish mexanizmini, zaharlanishning xarakterik tomonlarini, ularni davrlarini va boshqa tomonlarni bilishga imkon beradi. Ilmiy tekshirishning ikkinchi bosqichda yana chala o'tkir toksikologik tajribalar yordamida ikki vazifa yechiladi. Birinchi vazifa moddaning kumulyativ xossasini bilib olish, ikkinchi vazifa esa moddaning ta'sir etish mexanizmini, ya'ni zaharlanishini taraqqiy etishini o'rganiladi. Bu tajribalar o'rtacha o'ldiradigan miqdor, ya'ni 1 ga 10, 1 ga 20, 1 ga 50, ya'ni 1 ga 100 miqdori o'rganiladi. Tanlangan miqdor og'iz orqali hayvonlarga har 10, 30, 60 kun davomida berib boriladi.
Moddaning kumulyativ xossasini, samarasini hayvonlarni o'lishidan yoki ularning organizmidan taraqqiy etadigan zaharlanish alomatlarini izchillik bilan o'rganish bilan aniqlanadi. Tajriba oxirida moddaning kumulyatsiya koeffitsiyenti e, aniqlanadi. Keyingi bosqich tajribalarni rejalashtirish, hayvonlarni o'rganish, moddalar bilan zaharlanish vaqti, sezi ko'rsatkichlarini tanlash va boshqalar o'tkir va chala o'tkir zaharlanishga olingan dalillarga, adabiyotlarga keltirilgan dalillarga asoslanib reja qilinadi. Moddaning zaharlanishi to'g'risidagi faktlarni turli adabiyotlardan olib o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Kimyoviy modda bilan organizm o'rtasidagi o'zaro ta'sirini zaharlanish davomidagi kuzatishlar, ya'ni funksional o'zgarishlar organizmdagi moddalarning yig'ilishi, parchalanishi va organizmdan chiqib ketish jarayonlarini kuzatish bilan olinadi. Tajriba oxirida o'rganilayotgan moddaning ta'sir mexanizmi, zaharlanish alomatlarini taraqqiyoti to'g'risida e, dalillar olinadi. Demak, keyingi bosqich, oxirgi bosqich yana surunkali tajriba qo'yish. Uning asosiy maqsadi toksikologik usul bilan gigiyena va sanitariya amaliyotda mos keladigan maqsadlarga erishish, ya'ni tekshiriladigan moddaning surunkali tajriba yo'li bilan organizmga ta'sir qilmaydigan yoki organizmda fiziologik funksiyalarni izdan chiqarmaydigan, izdan chiqsa ham fiziologik chegaradan chiqib ketmaydigan va tez o'z holiga qaytadigan holatni chaqiruvchi miqdorini topish kerak bo'ladi. Bu miqdor eng katta ta'sir qilmaydigan miqdor nomini oladi hamda bu bo'sag'a osti miqdor deyiladi. Demak, ammo bu bo'sag'a osti miqdor haqiqatligini bilish uchun tajriba yo'li bilan ta'sir etuvchi va bo'sag'a miqdorini aniqlanadi. Surunkali tajribalarda shu maqsadlar uchun moddaning 3 konsentratsiyasi olinadi. Ya'ni ta'sir etuvchi bo'sag'a va bo'sag'a osti konsentratsiyalar. Surunkali tajriba organizmni modda ta'sirida vujudga keladigan funksional va patologik o'zgarishlarni, maxsus bo'lmagan o'zgarish ko'rsatkichlarni o'tkir va o'tkir tajribalarda aniqlangan fiziologik, bioximik, immunologik va boshqa test ko'rsatkichlarni aniqlab natija chiqariladi. Olingan materiallar esa statistik metodlar ishlatilib, korrelyatsiya bog'lanishlarni aniqlab, modullarning hayvon organizmiga yuborilgan miqdori bilan paydo bo'ladigan patologik jarayonlarning orasidagi bog'lanishlar topiladi. Shundagina dalillarning to'g'riligi, haqiqatligi va xolisona baho berish bilan ruxsat etiladigan konsentratsiya tavsiya etiladi. Xulosa qilib aytganda, quyidagi ushbu ma'ruzamizda ma'lumotlardan foydalangan ko'rgazmali qurollardan shunday xulosa qilish mumkinki, demak, suv havzalaridagi suv kimyoviy moddalarning ruxsat etilgan konsentratsiyasini o'rganish katta ahamiyatga ega. Suv havzalaridagi suvda kimyoviy moddalarning ruxsat etilgan konsentratsiyasini aniqlashning gigiyenik prinsiplari, zaharlilik ko'rsatkichlarining to'g'risida ma'lumotlarga mana bugungi mavzumizda biz ega bo'ldik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.